Assalomu alaykum do'stlar. Talab bo'lgan joyda taklif bo'lishi kerak. Cobalt mashinasiga tikib bergan chiqolimiz. Sportli variantda bo'ladi. Cobaltni o'ziga o'zimiz tikkan chiqol bo'ladi. Bu universal chiqollardan emas. O'rtasi alfa setkalik bo'ladi. Terilamaslik uchun. Tepalari alekantaradan ishlangan. Pastlari shu yashil ko'jadan, lakoste rangdan qilingan. Qo'llarni tashlab berganmiz. Karpezani ustiga tashlab berganmiz. Rangga moslab. Orqa tomon turishlari. Buni universal chiqoldan farqi Cobaltni o'ziga tikilgan bo'ladi. Bemalol hamma joy ishlaydi. Yopilib ketmaydi yoki taglari ochiq qolmaydi, ochiqdek umuman qolmaydi. Qolibiga birga bir tushadi, o'ynab umuman ketmaydi. Universal chiqol qiladigan bo'lsangiz, shunaqa ko'pchilik hozir trendda-ku bu sportli variant ko'pchilik qo'yapti. Xo'p, universal bo'ladi, u ko'p joy ochiq qoladi. O'sha uchun bu o'zimiz tikkan chiqol bo'ladi. Qoliblari birga bir turadi. Umuman o'ynab ketmaydi. O'zimiz ustanovka qilib beramiz. Narxlari ham arzon qilib beramiz. Obunachilarimizdan keladigan bo'lsa, Instagramdan bu chiqolimiz o'zining narxi 1.300.000 so'm bo'ladi. Obunachilarimiz uchun Instagramga obuna bo'lib kelsangiz 1.100.000 so'm qilib beramiz. Ustanovkasi hammasi ichida bo'ladi. Kojalari ham BMW kojalari, kojaning zo'ridan bo'ladi. Biz turishdan ham ma'lum qanaqa narsaligi. Aloqa nomerlarimizni pastda qoldiramiz. Bemalol qo'ng'iroq qilib zakaz berishlaringiz mumkin. Salomat bo'ling.